Menga o'xshab yosh bolali uy bekalarining bayramda yori uchun eng yaxshi sovg'asi saramjon uy va mazali yeguliklar deydiganlar, yaqinroq keling. Ifori butun uyni tutadigan mazali apelsinli pirog tayyorlaymiz. Ham mazali ham ishtaha ochar pirogimiz uchun bir dona apelsinni olib, xuddi videoda ko'rsatilgandek maydalab olamiz. Ustidan 3 dona tuxum solamiz va ketidan 1 stakan shakar solib, yaxshilab blenderlashni boshlaymiz. Blenderlaganimizdan so'ng shunaqa massa hosil bo'ladi. 1 stakanga yetar yetmas yog' solamiz, 10 gram vanilin, 2 stakan unga razrixitelь aralashtirib olib, elakdan chiqazib olamiz va yaxshilab aralashtiramiz, bir xil massa hosil bo'lguncha. Tayyor bo'lgan massamizni yog'lamagan qolipimizga solib, 160-170 gradusda 40 daqiqa gaz ichida pishirib olamiz. Tayyor bo'lgandan so'ng ustini bezatish xohishga qarab albatta. Men bezak uchun shakar pastdan foydalandim. Ko'zingizni yayratsin, ishtahangizni o'ynatsin.